Assalomu alaykum, hurmatli YouTube, hurmatli meni kuzatuvchi kichik bo'lgan auditoriyacham, hammalaringizga xayrli kun, xayrli kech, xullas qaysi vaqtda ko'rayotgan bo'lsangiz, hammalaringizga xayrli kun. Bugun Xudo xohlasa 3-qavat binosini obzor qilib beraman. Qisqa bo'lsa ham, endi men to'g'risi montaj, boshqa narsalarga ustamasman, mikrofonlar tutib iPhone'da olyapman, shuni joylayman, shuni bo'ladi, Xudo xohlasa. Bu Beruniy maktabi, mana foyasi. Ko'rganlar bor, eshitganlar bor. Farg'ona viloyati Toshloq tumanidagi maktab. Chiqamiz hozir. Bu yerni boshqa tomondan afzalliklari telefon ishlattirishmaydi. Umuman kitob o'qitirishadi. Odob axloq qoidalari, qizlar bolalar bilan gaplashmaydi. Demak, 3-qavatga chiqdim mana. 3-qavat. Boshidan boshlayveramiz, Xudo xohlasa. Xo'p, geografiya, biologiya xonasi. Ketdim. Xo'p, biologiya xonasi. Mana. Endi to'g'risi men tushunmayman. Bunaqa o'zlarini sxemalari bor ekan. Shuni tushirib bering, yozib bering deyishdi. Hayotni tuzilish darajalari, xullas shunaqa zanjirli rasmlari bor ekan. Shularni tushirib, mana yozib berdim. Qalay, yaxshimi? Bu umumiy xona. Yangilangan formatda. Bugun yakshanbalik uchun dars bo'lgani yo'q. Stollar ko'tarib qo'yishgan. Bu xona biologiya xonasi. O'zgacha bir dizaynda qilingan. Xo'p, keyingi xonaga kiramiz. Keyingi xonaga kirishdan oldin aytib qo'yay. Bu xonani to'liq hali jihozlari ham, boshqasi ham bo'lgan yo'q ekan. Doska ham ilingan yo'q ekan. Bu xonada ham doska yo'q. Doska keladi. Lekin chiroyli chiqdi bu xona ham. Bu xona kimyo xonasi. Bo'yalgan, hamma bo'yoqlarigacha o'zim bo'yab, yozuvlarini yozib, mana kattaroq xona, zal. O'rtada Mendeleyevning jadvali. Bu yerda o'sha moddalarni suv eruvchanlik jadvali ekan. Mana o'zini o'sha formulachalari, nimalari haqida qisqa yozib, Mendeleyev jadvali. Shunaqa dizaynda bo'lgan, eski ko'rinishi oppoq sariq devorida. Xo'p, mana ingliz tili xonasi. Yangicha dizaynda, yangicha formatda bezaklangan. O'sha bayroq qism yerlari, bu joylarigacha o'zimning qo'limdan o'tib, mana bu tomonda ham yozuv bor edi. Endi to'sib qo'yibdi monitorda. Xullas motivatsion so'z ingliz xonasi bo'ldi. Haqiqiy mana bu yerda siluetdan qilingan rasmlar, New York, London, Toshkentni ham qo'shib qo'yganman, chekada Tokio. Mana o'sha yoqtirgan bayroq, moshni chiqqan, mana laklarigacha yaltirab, juda ham chiroyli chiqqan. Akalar ham yaxshilashgan, mebelchi akalar ham. Endi chiqamiz sekin. Do'stlar, mehnat darajasi qo'limizdan kelgani shu. Iloji boricha like bosing, komment yozing, tarqatib qo'ying. Bu menga ham bir podдержка bo'ladi sizdan. Keyingi xona adabiyot xonasi edi. Bu xona ham ingliz xonasiga o'xshab dizaynlashtirildi. Tomonlariga shkaflar qo'yilib, tomonlariga yozuvlar yozilib, mana bunaqa boshqacharoq dizaynda bezaklandi bu xona ham. Xo'p, mana joylarni o'zim bo'yaganman kraskada. Oppoq edi bu. O'zim dizayn qilib. Mana
Bu xonani ham devorlari shu moshni chiqqan laklari mana bilinib turibdi. Yozuvlar. Mana devorning holatini ko'ryapsizlar. Devorning holati juda ham yaxshi. Yaxshi tursa, bu xona ancha turib beradi. Endi o'quvchilarga ba'zi garantiya yo'q. O'yishadi, partot tushadi, boshqa qilishadi, devor o'yiladi, chuqurlanadi, boshqa bo'ladi. Lekin yaxshi tursa, yaxshi turib bera oladi. Keyingi xonamiz, to'g'risini aytaman, bu xona matematika xonasi, lekin matematikaga oid bironta narsa bo'lmadi bu xonaga. Mana dizayn juda ham chiroyli chiqqan. Mebelchi akalarimiz ham cho'tka qilishgan. Bunaqa formatda tevalarni oranjeviga bo'yab, bu joylarda taroqlar tushirib, doska ham moshni tushgan. Bu joylarni endi vaqti gapirmasa ham bo'ladi. Mana o'sha umuman mos kelmaydigan narsa. Endi to'g'ri, ochiqchasiga aytaman, kamchilikni ham aytish kerak. Bu xona geografiya xonasi aslida. Hujjatda geografiya xonasiligi uchun bu yerda egalari shunaqa bitta oddiyroq xarita tushirib qo'yiladi deb. Xarita tushirib qo'yishdi, lekin matematika o'tiladi. Xo'p, keyingi xonamiz. Xo'p, svetni o'chirish kerak edi. Svetni o'chirmabmiz. Keyingi xonamiz sveti naryoqda ekan. Mana bu ko'rinyapti. Bu xona ona tili xonasi. Bu xonani unchalik rasm chizilmadi, lekin rasm chizilmasa ham bo'yaldi. Mana katta zal. Kraska ekan, to'g'risi devorda oldin kraska qilish o'rgan ekan. Mana kraskaligi bilinyapti. Oldin kraskaligi uchun men ham kraska qildim. Lekin juda ham chiroyli bo'ldi. Yani bu joylariga, bu bo'sh joylariga plakatlar o'zini o'sha ustozda o'zini narsalarini ilinar ekan. Juda ham chiroyli. Bu tomonda mana shkaflar, monitorlar. Yangi formatdan chiqqan holati bu. Hali nima bo'lgani yo'q. Bezatilma joylari, kitoblar, boshqa narsalar qo'yishgani yo'q. Ketdi. Bu xona ham juda ham chiroyli edi. Agar ochiq bo'lsa, qani qulublab ketishibdi endi baribir. Ochildi. Ochib oldim. Bu xona biologiya xonasi mana. Xo'p, biologiya xonasi. O'zgacha bir dizaynda tushirilgan. Mana. Bu xonani ham yangi xona. Devorlari yangi bo'lgan, mana rasmlar. Bunda ham shunaqa zanjir bor ekan, zanjir formulalar bor ekan. Faqat boshqacha o'zgacharoq tomoni bu xona ingliz formatda bo'ldi. Ya'ni inglizcha yozuvlar bilan biologiya xonasi dizaynlashtirildi, rasmlar chizildi. Bolaning ijodlari. Like bosib, komment yozib qo'yinglar. Mana. Yaxshimi? Qo'l mehnati baribir qo'l mehnati. Mana moshni chiqqan. Bizdagi mehnat endi shu. Endi biz kompyuter emasmiz. Biz foto yo bo'lmasam apparat emasmiz. Qo'l mehnati, qo'l mehnatida shunaqa darajada ishlaganmiz. Xullas biologiya, ekologiya xonasi. Keyingi xonaga o'tamiz. Xo'p, keyingi xonamiz bu ham ingliz tiliga ixtisoslashtirilgan xona. Mana uzun. Bu tomoniga uzun xona. Mana o'rtada doska, shkaflar qo'yib ketishibdi. Juda ham chiroyli versiyada dizaynlashtirilgan. Meni fikrim shunaqa. Sizlarda bilmadim, lekin meni fikrim juda ham chiroyli, joy-joyiga qo'yib ishlangan ish. O'zim qilganman bu yerda ham. O'zim sekin shoshmasdan skotchlab yozib chiqqanman. Xona ham juda ham chiroyli chiqqan mana. Laklarigacha sepib lak. Endi lak to'g'risi bizda o'ta darajada yaltiramaydi, lekin moshnilikni, yo bo'lmasam yarkisni sifat darajasini oshiradi. Ranglar chiqib ketmaydi. Mana
o'zi bilinyapti, yaltiroqlik bo'ladi, lekin yaltirab, hali lak deganda hali ko'pchilik yaltiroq narsani tushunadi. Unaqa bo'lmaydi. Travertin lakni yaxshisidan foydalaniladi. Shuning uchun moshniy bo'lib turadi mana. Kraskaga o'xshab. Juda ham chiroyli. Ko'ringlar, baho beringlar. Xo'p, keyingi xona. Yaxshi, bu xona ochiq ekan, to'g'risi ustozlar yopishib olyapti. Xonamiz tugabdi. Do'stlar, xonamiz tugabdi. 3-qavatdagi. 3-qavatdagi xonamiz. Xo'p. 1 2 3 4 5 6 7 to'xtaladi. Qancha nechta sanadimi? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ta xona. 9 ta xonadan iborat bo'lgan xona. 8 ta xonadan degani. Qo'limizdan kelgancha shunaqa dizaynlashtirdik. YouTube'ga to'g'risi montaj qilib, boshqa qilib joylash niyatim bor edi. Endi ko'pchilik yozdi, hamma to'liq versiyada ko'raylik deb. Qo'ldan kelgancha joylab qo'yapman. Podдержка kutaman sizlardan. Like, komment, tarqatma qilsanglar menga yaxshi bo'ladi. Alloh rozi bo'lsin, tan joningiz sog' bo'lsin. Rassom Ibrohimov kanalidasiz. Kuninglar yaxshi bo'lsin.